Sizda bu imkoniyat bor. Agar vaqtni orqaga qaytarishni imkoni bo'lganda edi, maktab yoshida bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Qaysi orzularingizni, qaysi rejalaringizni amalga oshirgan bo'lardingiz? Mana shuni qilolmaganman, qo'rqqanman, duxim yetmagan, cho'chiganman degan savolga hozir ham javob topolmaysiz. Ammo bu imkoniyat sizda bor. Siz farzandingizga o'zingiz qilolmaydigan ishni qildirishga harakat qiling. O'zingiz erisholmagan orzuga uni erishtirishga, unga tushuntiring, imkoniyat bering, o'qishiga sharoitlarni yaratib bering. Agar ota bilan ona farzandini quvvatlab, qo'llab tursa, albatta u natijaga erishadi. Meni fikrimcha, bu albatta shaxsiy fikrim, hayotda yo'lini topolmasa ham ota-onani sababchi qilaveraman. Mavqega erishsa ham ota-onani sababchi qilaveraman. Agar ota-onaning tarbiyasi zo'r bo'lsa, chegarasi zo'r bo'lsa, atrofdagi muhitlarni filtrlay oladi, tozalay oladi. Faqat bu uchun ko'p mehnat qilish kerak farzand bilan. Juda ko'p mehnat qilish kerak. Bu oson ish emas. Bunga ko'p vaqt sarflash kerak. Aslida ko'p vaqt deganingiz ham 1 sutkada 30 daqiqa, maksimum 1 soatdan oshmaydi. Hatto shuni ham bolasi uchun ajratmaydigan ota-onalar bor. Sutkalab gaplashmaydi, bir haftalab. Na telefonda, na yonida o'tirib. O'sha uchun farzandingizga e'tiborliroq bo'ling. Siz qila olmaydigan ishni ular qilishadi. Ularning qo'lidan keladi. Salomat bo'ling.